Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana bu yana qisqacha video qilishga niyat qildim. Kanalim yaxshi rivojlanyapti, ko'z tegmasin. Ancha odamlar ko'ryapti. Men xursandman. Hammasi o'zim aytganim shu, kanalimda qisqacha kommunal sohalardan o'zim ijtimoiy tarmoqlardan o'rganib o'zimga ma'lumot uchun yig'ib fayl papka qilib qo'yaman deb yoki o'zimga bilimimga bilim qo'shaman deb shu kanalni ochganman degandim oldingi videolarimda ham. Mana bugun o'zim qisqacha mana o'zimni masalan shaxsiy mulkim masalan haqida gapiradigan bo'lsam, kadastr sohasi bo'yicha kadastrda ham oldin manaqa daftar variantida, ya'ni deylar mana kadastr deb yozilgan. Mana o'zimniki bu shaxsiy o'zimni kadastr hujjatim, birovniki emas mana deb o'ylamanglar. Shuni hozirgi paytda yana ijtimoiy tarmoqlardan ko'rib o'rganib bilganimdan keyin buni elektronniy varianti ham chiqibdi. Hozir masalan o'zingiz telefoningizga ya'ni MyGov, ya'ni shu davlat xizmatlari ijtimoiy davlat xizmatlari degan приложениeni o'rnatib olsangiz, ya'ni MyGov deydi. Hozir shu ko'p приложениyadan MyGov chiqadigan. O'sha MyGovni o'rnatdim va MyGovdan kirib tekshirdim. Elektron hujjatlar deb chiqadi ekan. Elektron raqamlashtirilgan hujjatlar deb chiqadi ekan. To'g'riroq shu joyda masalan faqat telefon, sim karta o'zingiz nomingizda bo'lishi kerak ekan. O'sha hamma narsa o'zingizga rasmiylashtirilgan bo'lsa, o'sha telefondagi barcha ma'lumotlaringiz keyin u ma'lumotni beradi. Agar boshqa nimadan kirsangiz kirolmaysiz, chunki u MyGov приложение mana shunga moslashtirilgan ekan. Agar o'zingizniki bo'lsa, tezda bemalol kirib bemalol ma'lumot olishingiz mumkin ekan. Masalan, men kirdim. Hozir ID pasportga o'xshagan bunaqa kichkinagina elektronniy variantda turibdi. Xuddi shu kadastrda mana oldin qog'oz bela variantida bo'lsa, hozir kichkina ID plastik kartaga o'xshagan variant turib chiqadi. Esinglar, o'zinglar nominglarda shu MyGov orqali kirib mening kadastrim degan, mening uy joylarim degan ma'lumotlar, juda ko'p ma'lumotlar bor ekan. Shu mening mulkim haqida ma'lumot degan joyni eshitsanglar chiqib keladi ekan. Men yezib chiqib keldi. Kirdim. Mana shu yerda kichkinagina ID karta, ya'ni plastik kartaga o'xshagan joyga o'sha yozib qo'yibdi. Mulk egasi, turar maydoni, foydalanish qismi deb. Yana bir essanglar, bunda ikkinchi tomoni ham aylanib, u orqa tomoniga ham o'sha manzillari, egalik huquqlari, qaysi holatlarda pasport o'zgartirishlari haqida ham ma'lumotlar qilib qo'yibdi. Bu juda qulay. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ham juda katta odamlarga qulayligi. Masalan, elektronniy varianti ham o'zingiz telefoningizda bo'lsa, ovora bo'lib daftar, qog'oz ko'tarib yurmaysiz. Mana juda ham qulay. Bitta telefon orqali, приложение orqali kirib barcha ma'lumotlarni bilsa bo'ladi ekan. Men ham shuning uchun o'sha MyGov приложениесini o'rnatib oldim. Barchasi kerakli hujjatlarimni shu orqali tekshirib, kommunal, o'zim shaxsiy kommunal ma'lumotlarimni o'rganib, yig'ib bitta fayl qilib qo'yapman. Chunki keyin keyinchalik bir kerak bo'lganda o'sha yozib qo'ygan listga fayl orqali olib o'rganib, foydalanib, yana shu joyga qo'yib qo'ysam, o'zimga qulaylik bo'ladi. Yaxshi bo'pti bu masalan elektronniy varianti ham, chunki baribir hozirgi kunda hammada telefon bor. Telefon orqali foydalansa
judayam qulay ekan. Shu kirib o'rganib ko'ringlar. Katta rahmat hammaga.